qovog'ingiz mana bunaqasiga tushayotgan bo'lsa, ko'zingiz yopilib qolayotgan bo'lsa, bunga mashq bor. Shunday qilamiz, har kuni ko'zimizni atrofini mashq qilib boramiz va qoshlarimizni chimchilaymiz. 1 daqiqa shunaqa massaj qilamiz. Sekin-sekin qovoqlar ko'tariladi. Va qoshimizda juda ham ko'p nerv tolalari joylashgan. Stressga ham qarshi massaj bo'ladi bu, mashq bo'ladi. Stresslarni ketkazadi. Keyin qoshimiz tugagan joyda 3 ta barmog'imiz bilan bosib qo'yamiz. 2, 3 ta. Keyin mana bu yerdan bundasiga mashq qilamiz. Va peshonamizga ajinlar tushayotgan bo'lsa, peshonamizni ham mashq qilib boramiz, gimnastika qilib boramiz.